har bir tirnoqni qarang. Har juma olib turishlik Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatidir. Kim juma kuni tirnog'ini olsa, Alloh taolo ana shu bandani tanasidan 60 ta dardni chiqarib tashlaydi, o'rniga 60 ta shifoni kirgizadi deganlar. Qarang, tabletga ichmaysiz, klinikaga bormaysiz, больницаga bormaysiz, doktorga bo'ksani ochib ukol oling demaysiz, kapingni suvlab qo'y demaysiz-da, 60 ta dardingiz chiqib 60 ta shifo kiryapti. Nima bilan bitta sunnatni juma kuni tirnoq oling. Bular nimaga bundoq haligi advostiriga o'xshab tirnoq oladi? Lak qo'yiladi o'rtaga. Bu lakda suv o'tkazmaydigan xususiyat bor. O'yinda ovqatni pishirib, kuydirni kim qiladi? Ayol qiladi. O'sha usuldan poklanmagan holatda oila a'zolariga ovqatni beryapti. Zulmat bilan, g'aflat bilan pishirilgan taom oila a'zolarining ichiga g'aflat olib kiryapti.